Namazxonning oldidan o'tishga bo'lamdi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. O'tganda bir akamiz bilan bir masjidga kirib, somkamizni masjidning o'ng taraf tam yoniga qo'yib namoz o'qidik. Namoz o'qib bo'lib qarsak, boshqalar biz somkani oladigan yerning o'dilida namozga turibdi. Araliqi 10 metrdan oshadi. Men boshqalardan so'rasam, qat'iy o'tishga bo'lmaydi dedi. Halaqa akamiz somkamizni elib olsak bo'ladi. Lekin ixtilof qilmay elib olmayli. Rasulullohning namoz o'qiydigan joyining oldidan bir qo'y o'tkidak araliq bor edi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldidagi u o'rin namozxonning oldidan o'tishga bo'ladiganligini ifodalandi yoki undaq emasmi? Yana bir savol. Men bir imomga iqtido qilgan bo'lsam, oldimdagilar imom bilan namozini tugatib bo'lgan bo'lsa, men kam namozimni o'qiyotgan holatda birov mening oldimdan o'tsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tish durust emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni cheklagan. Ömer ibn Ubeydullah'ның azadgardisi Abu Nazir Busr ibn Said'dan xabar berdiki, Zayd ibn Khalid raziyallohu anhu meni Abu Juhaym raziyallohu anhudan namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tkichi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nima anglaganligini so'rash uchun avatgan edi. Abu Juhaym raziyallohu anhu dediki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tkichi o'ziga qanday gunoh bo'lganligini bilsa edi, 40 turg'ini afzal bo'ladi degan. Abu Nazir u Busr 40 kun dedimi yoki 40 oy dedimi va yoki 40 yil dedimi bilmayman degan. O'z oldiga yoki imom bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi oldidan odamzod o'tib qolmaslik uchun dalda bo'lg'udak, masalan, o'rindiq, somka, oyoq va tayoqqa o'xshash biror narsani oldiga qo'yishi yoki to'lukni dalda qilib namozga turishi sunnatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror narsani dalda qilmay namoz o'qimagan degan. Yana biringlar namoz o'qisa biror narsani dalda qilib o'qsin, uninga yaqin tursin degan. Bundaq ahvolda daldining orqasidan o'tsa bo'ladi. Buning namozga ta'siri bo'lmaydi. Abu Juhayfa raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz bilan Badha degan joyda oldiga nayzi tiklab qo'yib namoz peshinni 2 rakat, asrni 2 rakat o'qidi. Nayzining o tarafidan ayollar va eshaklar o'tib turadi degan. Imomning yoki yolg'iz namoz o'qigan kishining oldida dalda bo'lmagan ahvolda sajdigohidan yoki undan yiroqdan o'tsa, buning namozga ta'siri bo'lmaydi. Ammo jamoat bo'lib namoz o'qiganda ehtiyoj ko'rilsa, iqtido qilg'uvchining oldidan saflarning orliqlaridan o'tsa bo'ladi. Buning namozga ta'siri bo'lmaydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma men bir mada eshakka minib Minoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida sutra yo'q holda jamoat bilan namoz o'qiyotgan joyga keldim. Bu mening balog'atga yetay deb qolgan chog'larim edi. Men ba'zi saflarning oldidan o'tib, mada eshikimni o'dlashga qo'yib o'tib, safga kirdim. Buningga hech kim bir narsa demadi degan. Namoz o'quvchi bilan to'saqning orliqining qanchalik bo'lishi kerakligi to'g'risida bir hadisda Sahil ibn Said raziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozgohi dastlab turgan joyi bilan masjidning qibla tamining orliqi bir qo'y o'tib ketgudek edi degan. Olimlar 3 gazdan tuvan orliq bo'lsa ta'siri bo'ladi deb qaraydi. 3 gaz 1,5 metrga yaqin keladi. Yana bir hadisda Nafi rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Umar raziyallohu anhuma Ka'baga kirsa, ishikni qilib udul mengib, hatto tamga 3 gaz yaqinlashib berib, Bilal uningga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu yerda namoz o'qigan deb ko'rsatib bergan o'rinda namoz o'qiydi. U yana Ka'baning ichida xohlagan joyda namoz o'qisak bo'laverdi degan. Olimlar bu hadisni sutra, to'saq bilan namoz o'quvchining oldidan o'tgan kishining orliqi 3 gazdan yiroq bo'lsa ta'siri bo'lmaydiganligiga dalil qilib ko'rsatgan. Odatda biz masjidlarda jamoat bo'lib namozni oxirlashtirgandan keyin masjiddan chiqmoqchi bo'lganimizda keyingi saflardagi namozga to'liq ulgurolmaganlarning oldidan o'tishga to'g'ri kelib qoladi. Bu masalaga kunda degudek uchrab turamiz.
Bu ahvolda namozga to'liq ulgurolmaganlikdan namozini to'liqlab o'qiyotgan kishi sutra bar tarafga yo'tkilishi yoki biror narsani sutra qilish uchun harakat qilishi kerak emas. Daldilnish uchun bir qadam olsa yoki ozgina harakat qilsa mayli. Lekin ko'p harakat qilmay namozini turgan joyida davomlashtirdi. Chunki u imomga iqtido qilganda imomning daldisi hisob bo'lgan. Keyin namozni yolg'iz tamomlagandami namozga turgan joydagi imomning oldidagi sutra toki u namozini tugatib bo'lguncha kuchga ega. Imomning daldisi salom berish bilan oyoqlashgan bo'lsa-mu, namozini tamomlamoqchi bo'lgan namozxonning namozda turib sutra tayyorlashi talab qilinmaydi. Sutra namozdan burun tayyorlanadi. Sahabi karamlardanmi namozga to'liq ulgurolmaganlikdan namozini to'liqlab o'qiyotgan kishining sutra qilganligi naql qilinmagan. Lekin bu ahvolda sajda qiladigan joyga qadar bo'lgan orliqdan o'tmoqchi bo'lganlarni to'sidi. Bu orliqdan o'tganlar gunohkor bo'ladi. Bo'libmi namozda mengish yoki ko'p harakat qilish namozning buzilib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu oldidan birining o'tganidan og'ir ish. Shunga namozda turib daldiga yo'tkilish cheklanadi. Turgan joyidan madirlamay biror harakat bilan oldiga bir narsa qo'ysa mayli, bo'ladi. Qo'yadigan bir narsa bo'lmasa, oldidan birisi o'tmoqchi bo'lsa, uni tasbih aytish yoki ishorat qilish bilan to'sidi. O'tmoqchi bo'lgan kishimi namozxonning sajdigohining oldidan o'tsa bo'ladi. Biroq sajda qiladigan joy bilan namozxonning orliqidan o'tsa bo'lmaydi. Buning uchun u kutib tursa yoki boshqa joydan o'tsa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.